Mening ismim Baratjon. Men hozir oilam, urug'-tuqqanlarim va tanishlarim uchun guvohlik beraman. Eng avval mening onam ismi Hurun Said. Bu yil 64 yoshda. 1954-yili vatanimiz Sharq Turkistonning Ati shahar Og'iyiza yuqori mahallasi tug'ilgan. Anam 2015-yili 11-oyda Gollandiyaga mening oilamning ko'gini chiqqan. 3 oy bu yerda turib, undan keyin Misrga boshqa tuqqanlarning ko'gini berib, 2016-yili 4-oyda vatanga qaytgan. 2017-yili 5-oyda onamni tutib akirkitibdi. Ondan boshqa onamning singlisi ismi Aygul Hayit. Yo'lchilar o'xshashlarni tutib akirketgan. Onamninki akasining 3 o'g'li. Ahmetjon, Xenijon, Abduvali. Ularni tutib akirketgan xabarini oldim. Bizning tam qo'shnimiz 2 o'g'li Yasinjon, Mahmudjon, ularning dasini qo'shib 3 yalanni tutib akirketgan xabarini topshirib oldim. 2017-yili 7-oydan tortib mening vatan bilan bo'lgan barliq aloqam uzildi. Shuning qo'shib boshqa urug'-tuqqanlarimning hozir Xitoyning atalmış jazo lagerlarida yoki boshqa yerda hech xabarini ola olmadim. Mening shu oxirda deydiganim menga o'xshash vatanda oilasi bilan, tuqqanlar bilan, do'st birodarlar bilan aloqa qilmayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Biz mumkin Xitoylar hozir Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilib, vatanimiz Sharq Turkistondan tozalayotdi. Biz ularning vatan sirtidagi jonliq shoirlari. Biz guvohlik beraylik. Ovozimizni chiqarib, butkul dunyoga anglataylik. Shu aziz qarindoshlarimizning ovozini anglatish hammamizning insoniy burchi. İsmim Aypari, men Gollandiyada turman. 2016-yili 9-oydan boshlab ta hozirgacha hech qanday bir aloqamiz bo'lib boqmadi. Dadam Abdurashid va dadamning singillari, ochilari ve barliq urug' tuqqanlar, nevr akalarim, ochalarim, yana do'stlarim hammasi meni birdek butun to'r aloqa vositalardan yuzib chiqarayotgan bo'ldi. Mushuning o'zimi biz uchun nihoyat bir zo'r azob bo'ldi ekan. Jazo lagerlarida bo'layotgan ishlarni dunyoning hamma joylaridagi taratqular biladi. Bizmi buni anglab turyapmiz. Yana hech qanday gunoh yo'q holatda, yani kesilib turmalarga 10-15 yil, 20 yillik kesilib ketayotganligini anglab turyapmiz. Vatandagi shu jazo lagerlarini yushirib qilsak bo'lmaydi. Bütün bu ishlarning hammani dunyoga anglatishimiz kerak. Xitoy hukumatiningki biz Uyg'urlarni, musulmonlarni shunday yaxshi yashayapmiz degan mushkepiga qarata biz aloqamizning uzilganligi, jazo lageridagi urug'-tuqqanlarimizning ashaga so'langanligi, kesilgan bo'lsa turmalar kesilganligi, begunoh kesilganligi haqida biz chiqib ochiq dadillik bilan biz buni pash qilmasak, biz buni butun dunyoga anglatmasak bo'lmaydi.